Mana bu rasmga bir e'tibor bering. Real Madrid futbolchilari stadion tashqarisida, muxlislar esa maydonda yurishibdi. Xo'sh, nega degan savol tug'iladi. 2004-yil dekabr. Real Sociedadga qarshi o'yinning 87-daqiqasi. Hisob 1-1. Kutilmaganda o'yin to'xtatildi. Chunki politsiya bask separatistlaridan kelgan tahdid haqidagi ogohlantirishni oldi. Bu degani Bernabeu ichida soat 21:00 da bomba portlashi mumkin edi. Soat 20:45 da futbolchilar maydonni tark etishdi. 70 mingdan ortiq odam zudlik bilan evakuatsiya qilindi. Politsiya esa maydonni tekshirishga kirishdi, lekin xabar soxta signal bo'lib chiqdi. Uchrashuvning 87 daqiqasi o'ynab bo'lingani sabab o'yinni to'liq qayta o'ynashdan ko'ra qolgan 3 daqiqa va qo'shimcha vaqtlarni o'ynash ma'qul deb topildi. O'yinning qolgan qismi 2005-yil 5-yanvar kuniga belgilandi. Ammo minglab muxlislarning hafsalasi pir bo'lmadi. Sababi 6 daqiqa ichida Real Madrid penalti ishlab olishga ulgurdi va Zinedine Zidan penaltini muvaffaqiyatli amalga oshirib, o'z jamoasiga g'alaba keltirdi. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.